Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilar, do'stlar, Ushchovat kanali obunachilari. Ayba buyurmaysizlar, ochki daqqanim uchun yana ochkini olib turib gaplasa bo'lar edi degan gap bo'lishi mumkin. Endi havo harorati issiq bo'lgani uchun kun juda ham yorug' issiq, ko'zim og'rib ketgani uchun daqsha majburman, alashtirmanglar. Ayba buyurmoqman. Men orqamda hozir Li9 avtomobilini olib kelyapmiz. Ya'ni 3-4 konsertimizda Go'zal degan singlimiz Li9 g'olibi bo'ldi. Bir dona bilet olib Rossiyada yurgan. Ko'rgan bo'lsangizlar juda ham yig'ladi. 3 turdan beri niyat qilib gapirdim. Juda ham qiynalib birga o'yladim dedi. Endi bilmayman hozir borgandan keyin qanday kutib oladilar bizani. Qanaqa hayajon bu oilada. O'rtoqlar, bu bizani konsert loyihamiz orqasidan endi men millat qilib aytmaymiz. Ko'plagan oilalari mana muhtoj oilalar, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalari. Mana hozir O'ljon opamizni xonadonni ta'minlash bo'lib turibdi. Mana shu konsertimiz loyihasi orqasidan o'tadi. Va buni orqasidan musofirchilikka yurib, qiynalib keltirgan oilalar avtomobilli bo'lib turibdi, puli tug'ilib bo'lib turibdi. Bugungi chislar bilan aytadigan bo'lsak, mana 14-may 6 ta avtomobil qo'ydi. 2 ta paket Tracker, 2 ta paket Cobalt va 2 ta paket Damas qo'yganmiz. Ishtirok eting, bir dona bilet olib omadingizni sinab ko'ring. Vaqtingiz bo'lsa birindan 100dan xudo biladi. Mana Go'zalxon bir dona bilet olib omadini sinab ko'rdinglar. Li9 chiqib turibdi o'rtoqlar. Li9. Yana yozuv, yangi bozor yozuvi. Yangi bozor aynaldikina. Yangi bozor bizani kutib olinglar. Xudo xolasa Li9 ketdi yangi bozora.